Hayotimning eng shirin lahzalari farzandim tug'ilgandan keyin boshlandi desam to'g'ri bo'ladi. Instagramda o'tirib bitta chiroyli lulkalar to'qiydigan profil topib oldimda, reysga kirib yozdim. Qarang, menga mana shunaqa ro'zaviy chiroyli lulka to'qib bera olasizmi? Komplekt bo'lsin faqat. Yaqinda ko'payishamiz dedim. Keyin ular ham reysga javob yozdilar-da. Zakazimni bir haftada chiroyli qilib to'qib berdilar. Juda ham o'zimga yoqdi. Qizimni raddomda mana shu savatchasi topib chiqdim, chiroyli qilib. Pleti ham shunaqa yumshoq, mana bu savatchalariga ishtonchalarini, dorilarini, kashalarini hammasini solib qo'yibman. Bu savatcham shunchaki oddiy savatcha emas. Bismillah deb boshlanib, har bitta to'qilganda subhanalloh deb tugatilgan savatcha. Bolangizni shunday solib qo'yganingizda umuman yig'lamaydi. Kimda-kimga mana shunaqa chiroyli piletchalari bilan, savatchalar nabor bilan kerak bo'lsa, bemalol mana shu Renew Collection'ga yozaverasizlar. Bir haftada juda ham chiroyli qilib to'qib beradilar. Hammani havas keladigan qilib beradilar, inshaalloh. Bunda ham pulingiz ham tejaladi. Bunga belanchi olmaysiz, ham belanchi qilib, ham piletini o'zini ko'chaga ishlatsangiz bo'ladi. Savatchasini u joylarga olib chiqsangiz bo'ladi. Juda ham barakali. Biz hamma narsasidan mazza qilib foydalanyapmiz. Kimda-kimga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z javobinglarni kutaman. Sizlarga ham yoqdimi? Qaranglar, juda ham chiroyli.